Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun bizani doimiy kuzatib turadigan aholalarimizdan Hoji otamiz ofisimizga tashrif buyurdilar. Bizani ijtimoiy tarmoq orqali kuzatib, o'zlari va Hoji onamiz bilan tashrif buyurdilar va bizdan umra safari xarid qildilar. Hozir ularni o'zlariga topshiramiz, emotsiyalarini ko'ramiz. Assalomu alaykum Hoji ota, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Allohga shukr. Bizani ijtimoiy tarmoqda ko'rdingiz. Hozir mana keldingiz. Bizani servisimizda, ya'ni sizga hozir umra safari qanaqa o'tdi deb savol bermayman. Bu yerdagi tashkiliy ishlar sizni qoniqtirdimi? Juda ham a'lo darajada xursandman. Xuddi shu turni tanlaganimga hozir u kelib, ubeditsiya qildim-da, endi buni hamma narsasini joy-joyida hal qilib berishdi. Mana qog'ozlarini, shartnomalarini, hammasini juda ham ko'ngildagidek ish bo'ldi. Hammalaringga shu turdan kelib turib umra safarlarga borib kelishlaringizni so'rayman. Safaringizga xatar bo'lsin. Safarlarga bersin. Hop, bunisi sizga. Allohu amin. Allohim har bir bandani shu kunlarga yetkazsin. Ishqilib bu kunlarda kutganlar qancha barchamizga sog'lik, salomatlik deb bersin. Oy borib omon qaytalik. Bundan-da yuqori katta hajlarga da borib kelishlikni Allohim ro'za nasib aylasin. Sizlarni hammalaringni shu umra safarida, haj safarlarida birga uchrashligimizni nasib etsin Alloh.